Amerikalıqlarning qimmat qarashlaridagi bir qancha muhim elementlar. Avtori Erkin Sidiq. Barliq do'stlarning Yangi yil bayramiga muborak bo'lsin. Men oldingi maqolamda qimmat qarashning nima ekanligi haqida qisqacha tushuncha berdim. Hamda Amerikalıqlarning yadroliq qimmat qarashlarini tilga ilib o'tdim. Bir millat xalqlarining qimmat qarashlari ashu millatning taqdirini belgilaydigan muhim omillarning biri bo'lib hisoblanadi. Hozir qaraydigan bo'lsak, Amerika nurg'un sohalardagi taraqqiyotda dunyo bo'yicha birinchi o'rinni egallab, butun dunyoga hukmronlik qilyotidi. Biz Uyg'urlar bo'lsak, bir millat sifatida yo'qilish xavfiga yoki bir millat sifatida yo'qilish taqdiriga duch kelib qoldik. Mushundaq vaqtda o'zimizda yo'q yoki bo'lsimi yetarlik emas. Ammo Amerikaliklarda bor bir qism qimmat qarashlarga astoydil qarab chiqish nihoyatmi muhim ahamiyatga ega. Bu masalada hozir intayin ichinishlik bo'lgan bir ahvol shuki, bizni hozirgidek ahvolga akilib qo'ygan bir qism qimmat qarashlari chet eldagi bir qism qarindoshlarda hozirmi o'xshashlar mavjud bo'lib turibdi. Hamda Uyg'urlar o'zini bir millat sifatida saqlab qolish uchun elib berayotgan da'voga nihoyatda zo'r ziyonlarni elib kelyapti. Men mazkur maqolada Amerikaliklarning qimmat qarashlaridagi bir qancha muhim elementlarni qisqacha tunishtirib o'taman. Maqsadim hozir xato qimmat qarashlarining yetakchiligida o'zining vaqti, o'zining zehni va o'zining kuchini isrof qilayotgan, shuning bilan birga boshqalar xalqaroliq o'lchamlarga mos keladigan holda elib borganlarg'imi putli qashang bo'layotgan bir qism qarindoshlarning mengayotgan yo'lini to'g'rilab olishiga ozroq yordam qilish. Birinchi, erkinlik. Amerikaliklar odatda o'z vatanini dunyodagi eng erkin va eng yaxshi davlat deb hisoblaydi. Ularning erkinlik tushunchasi Amerikaning qurg'uvchilaridan kelgan bo'lib, ular mundaq qaraydi. Hamma odam barobar. Hukumatning vazifasi har bir odamning kam bo'lsa bo'lmaydigan asosiy huquqlarini qo'g'dash. Amerika asos qonundagi kishilik huquq qonuni individuallarning huquqiga kapolatlik qiladigan bo'lib, bu huquq so'zlash erkinligi, matbuot erkinligi va diniy erkinlik qatorliqlarni ichiga oladi. Amerikada biror cherkov hukmronlik o'rinda turolmaydigan bo'lib, diniy jihatdagi rangdorlik yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi, individuallik yoki kishilik xoslik. Amerikaliklarning erkinlik tushunchasi individuallikni asos qiladigan bo'lib, individuallikning Amerikadagi falsafalik yildizi intayin cho'nqur. Thomas Jefferson kishilarning erkin individuallik kimligiga bir muqaddas narsa sifatida muomala qilinishi kerak. Hamda har bir odamning g'ururi bilan insoniy butunligi yoki integrity qattiq qo'g'dilishi kerak deb qaragan. Amerikaning 19-asrdagi bir qism dаңлıq faylasuflari individuallarning o'z ishini o'zi bir taraf qilishning zarurligini yanama kuchli holda ilgari surgan.
Ular kishilarni o'ziga ishonishga, o'zining vijdoniga ishonishga va kishilik ish harakatlarini tuzum yoki odat bo'yicha qiliplashtirishga qarshi turishga chaqirgan. Amerikada 20-asrning beshida yaşagan bir qism dangliq amaliyotchilar kishilarning o'z taqdirini o'zi kontrol qila oladigan qobiliyatiga ishonish va hurmat qilishni tashabbus qilgan. Amerikaliklarning nazarida individuallik ham o'z kuchiga tayanishni, ham iqtisodiy jihatda o'z-o'zini qamdash iqtidorini o'z ichiga olgan bo'lib, u Amerika tarixida bir xil markaziy omil bo'lib kelgan. Benjamin Franklin hatto o'zini o'zi yaratgan odam degan uqumni o'ttirg'i qo'ygan. 3. Amaliy narsalarni ideallashtirish. Ko'plagan tarixchilarning qarashicha, Amerikaliklarning aqidalari va qimmat qarashlarining ko'pinchisi ularning cho'l jaziralardagi sarguzashtlardan kelgan. Cho'l jaziralarda hayot qilolgan kuchlik kishilar Amerikaliklarning qimmat qarashlariga ko'p to'hfalarni qo'shgan. Bu ahvol nima uchun Amerikaliklar faqat amaliyotchanlikqa ega narsalarni ideallashtiradiganligini tushuntirib berdi. Amerikada önüm berdigan narsalar hisob, önüm bermaydigan narsalar hisob emas. Amerikaliklar o'zlarini saqlab qolish uchun yangilik yaratquchilardan bo'lishga majbur bo'lgan. Hozir Amerikaliklar eng faxrlanadigan ruh har qanday ishni qilg'il bo'ladi degan ruhdan iborat. Ular o'zlarini biz tabiiy holda hamma ishlarni o'zimiz qilishga yaratilgan deb o'ylaydi. 4. Fidoyilik. Fidoyilik deganimiz hukumatning o'rinlashtirishi bilan emas, shaxslarning chaqirig'i bilan odamlar bir-biriga qiladigan yordamni ko'rsatadi. Fidoyilar nihoyatda kuchli hayotiy maqsadga ega kishilar bo'lib, ular boshqalarga qarab turmay, o'zlari tashkillanib hamda boshqalarni tashkillab, jamoat duch kelgan bir alohida masalani hal qiladi yoki bir jiddiy ijtimoiy ehtiyojning huddasidan chiqadi. Amerikaliklarning fidoyiligi intayin kuchli bo'lib, Amerika nüfusining 60% kam deganda birdan fidoyilar tashkilotiga a'zo. Amerikaliklar amaliy masalalarni o'z kuchiga tayanib hal qila oladigan bir xil umidvor iftixorlikqa ega bo'lib, fidoyilik ana shundoq ruhning bir xil namoyandasidir. Amerikaliklarning yana bir alohidaligi har xil tipdagi uyushmalarni qurishdan iborat. Maqolani o'qib, mush yerga kelganda bir o'ylab beqing. Hozir chet eldagi Uyg'urlarning qancha persenti millat uchun xolisona xizmat qiladigan fidoyilardan bo'lyotidi? O'tganda bir qarindishimiz hisoblab, mo'lcharlash orqali bir guruhga Uyg'ur ziyolilar dunyo jamoati va BDTga qartib chiqargan bir murojaatnomaga imzo qo'ygan Uyg'urlarning soni chet eldagi kompyuter va zerak fon, aqlliq yanfon ishiltalaydigan Uyg'urlar sonining 0,1%gimi yetmaganligini o'ttirg'i qo'ydi. 5. Ko'chib yurishga amroq bo'lish. Amerika bir ko'chmanlar davlati bo'lish sifati bilan
Oningda yaşagan xalq әң дәсліпіден башлапла bir мәселені hal qilishning amaliy usuli başqa yerga ko'chib, hayotni yangidan boshlash deb qaragan. Amerikaliklarning ko'chishga amroq kelishi yoki harakatchanligi nishonsizlikning namoyandasi bo'lmasdan, balki umidvorlikning namoyandasi. Amerikadagi bir yerdan yana bir yerga ko'chish bir odatdagi ish bo'lib, ko'pincha kishilar o'z umrida 4 yoki 5 o'xshamagan shaharlarda yashab boqadi. Mening Amerikaga kelganimga hozir 30 yil bo'lgan bo'lib, ashu 30 yil jarayonida biz o'xshamagan 4 shaharda yashab boqdik. Ya'ni 3 qitim uy ko'chib bo'ldik. Biz turgan o shaharlarning oraliqlarining eng yaqinlari 150 kilometr, eng yiroqlari 600 kilometr keladi. Amerikaliklar bir uy setib olish mangu ko'chmaslikdan derak berdi degan qarashni intayin o'sh ko'rdi. 6. Vatanparvarlik. Amerikaliklarda yurtvozlik xarakteri asosiy jihatdan mavjud emas. Ularda Amerikalik bo'lish g'ururi yurtdoshlik g'ururiga qaraganda ko'p kuchli keladi. Buning namoyandasi sifatida Amerikaliklarning har xil alohida vaqtlarda qo'lida Amerika bayrog'ini ko'tarib olishi, mashinalarga "Men Amerikalik bo'lganimdan nihoyatda faxrlanaman" degan xatlarni choplab olishi va har bir sport faoliyatining beshida davlat istiqlol marshini o'qishi qatorliqlarni tilga ilish mumkin. Tashakkur bayrami va mustaqillik bayrami Amerikaliklarning davlat kimligi tuyg'usini nihoyatda kuchlantirib etadi. Amerikaliklarning vatanparvarligi Amerikadagi bir davlatning qurilishi va uningda hozirgidek erkinlikning amalga oshirilishi qatorliq tarixiy davr va ilg'or reallik bilan zich bog'langan. 7. Taraqqiyot. Erkinlik ideyasi bilan bevosita munosabatlik bo'lg'ini Amerikaliklarning taraqqiyot idealidir. Amerikaning taraqqiyoti cho'l jaziralarni odam yashaydigan makonlarga aylantirish va sanoatni kengaytirish ahvoli bilan o'lchinib keldi. Amerikaliklar uchun fursatlardan unumli foydalanib, taraqqiy qilish istagi intayin muhim. Bu ko'chmanlar jamiyatida taraqqiyotni har bir odam o'zining necha avlod ajdodlarining oila taraqqiyoti asosida o'lchaydi. Ko'plagan Amerikaliklar bizning eng dastlabki ajdodlarimizdan boshlab bu zaminda bizning ahvolimiz avlodma-avlod yaxshilanib mangdi deb qaraydi. Klassik Amerika oila hikoyalarining hammasi taraqqiyot haqida yozilgan bo'ladi. Amerika tushining bir qismi bovisi va momisining dunyo qarashini keyingi avlodlarga o'tkazib berishdan iborat. 8. Fan va aqliyelik. Logikalik tafakkurni diniy e'tiqoddan ustun o'ringa qo'yish. Amerikada xristian dindorlarning soni umumiy nüfusning 60%dan ko'pragini egallaydi. Men 1996-yili doktor aşçılık xizmatini tamamlashga az qolganda Amerikaning Arkansas shtati Conway shahridagi bir oliy maktabga professorlik xizmati uchun ko'rishga bordim. Hamda maktabdagilarning o'rinlashtirishi bilan shaharni bir qatim tez suratda ziyorat qildim.
u shaharda 30 mingdan ko'proq nopos bor bo'lib, ular uchun 73 cherkov bor ekan. Birər cherkovga təvə emas kishilar asosan mavjud emaskan. Amerika maktab tarbiyasidan qolsalar, diniy tarbiyaga tayinib, kishilik axloq jihatda dunyo bo'yicha xeyli oldingi o'rinni saqlab kelyotidi. Shuning bilan birga ma'rif, ilm-fan, texnologiya va injenerlik sohasidami dunyoning eng oldida ketyotidi. Hozirgi Kaliforniya nopos soni 39,5 million bo'lib, mushinchilik nopos uchun qurilgan 4 yillik oliy maktablarning soni 260 dan oshadi. 2 yillik oliy maktab va o'rta texnikumlarning soni 220 dan oshadi. Agar bizningmi o'xshash nisbatdagi oliy maktabimiz bor bo'lgan bo'lsa, Sharqi Turkistondagi Uyg'ur noposini 20 million desakmi, bizda 130 dan ko'proq 4 yillik oliy maktab bor bo'lishi kerak edi. Ammo bizda oliy maktabning soni 13 ga berib baxmadi. Biz yuqorqidek paketlardan fan va aqliylikni diniy e'tiqoddan ustun o'ringa qo'yish degan qimmat qarashning ma'nisining nima ekanligini osonla tushunib olaymiz. Chet eldagi ko'plagan Xitoy ziyolilari Xitoy davlatida dinni umumlashtirmay turib, Xitoy davlatidagi xalqning insonlik safosini va odamiy axloqini o'stirgili bo'lmaydiganligini ta'kidlab keldi. Yaqinda Donald Trumpning Xitoy hukumatini diniy erkinlikni yo'lga qo'yishga qistavotganligi haqida ba'zi xabarlar tarqaldi. Din odamlarning insonlik safosini o'stirishda intayin muhim rol o'ynaydi. Ammo insonlar dinni fan va logikalik tafakkurning ustiga qo'yib oladi ekan, intayin ig'ir ziyonlarni tortadi. Buning bir yaxshi misoli biz Uyg'urlar. Uyg'urlarning 14-asrdan 20-asrgacha bo'lgan tarixiy davrda nihoyat zo'r darajada orqaga chekinib ketishi asosiy jihatdan dinni fan va logikalik tafakkurdan ustun o'ringa qo'yib olishdan bo'lgan. Uning dardini biz bugunmi nihoyat ichinishli darajada tortyapmiz. 9. Amerikaliklar g'oyasi yoki Amerikaliklar tushi. Amerikalik yozuvchi James Adams o'zining Amerika dastoni degan dunyoga tangliq kitobida Amerikaliklar g'oyasini mundaq deb tasvirlagan. U bir zaminning g'oyasi bo'lib, bu zaminda har bir odamning turmushi yaxshiroq bo'lishi, har bir odam bayroq bo'lishi, har bir odamning turmushi puturroq bo'lishi, hamda har bir odamning qobiliyatlari va natijalarga tushliq fursatlar yaratilgan bo'lishi kerak. Bu Amerikaliklarga iqtisodchan bo'lish, qattiq ishlash, oilasiga sodiq bo'lish va erkin egilik sistemasiga ishonish orqali o'z-o'zini rozi qilg'il bo'ladi degan hukmni o'gitadi. Amerikaliklar g'oyasi kishilarning qobiliyatiga asoslangan bo'lib, har qanday bir nishonni amalga oshirish uchun yetarli darajada tirishchanlik ko'rsatishni oldingi shart qiladi. Oxirgi so'z. Hammalarning xabarda bo'lganidek, Amerikani qurib, Amerika asos qonunini yezib chiqqanlar dunyo tarixidagi
eng dаңлıq mutafakkirlar qatoridan o'rin olgan kishilar. Yuqoridagi qimmat qarashlari ana shundoq ulug' mutafakkirlarning yetakchiligida vujudga kelgan bo'lib, ularning ichidagi bir mo'yim element ma'rif va ilm fanni eng mo'yim o'ringa qo'yishdan iborat. O'qimagan yoki ancha yaxshi o'qiy olmagan va logikalik tafakkur qila olmaydigan kishilar uchun yuqoridagi qimmat qarashlarining ba'zilari salbiy narsaga o'zgarib qilishi yoki salbiy rol o'ynashi mumkin. Masalan, hozir chet eldagi Uyg'urlar ichida individualligi nihoyat kuchlik. Ammo u salbiy jihatda rol o'ynayotgan ahvol xeyli og'ir. Amaliy narsalarni emas, quruq shuarlarni individuallashtirib oladigan ahvolmi intayin og'ir. Kompyuter oldida nihoyat ko'p yuradigan, ammo amaliy fidoyilarga hojat tushgan yerlarda zodila topqili bo'lmaydigan kishilarmi barg'ansir ko'payib meng'yotidi. Buningdan biz ma'lum qimmat qarashlarining ijobiy narsa bo'lishi yoki ijobiy unum berishning oldingi sharti ilmiy asosda ish qilishni va logikalik tafakkur qilishni bilish ekanligini tushunib yetalaymiz. Men oldingi qatim tayyorlagan qimmat qarashi degan nima degan maqolani to'rlarga chiqargandan keyin mening bir qancha do'stlarim so'z birikmasining bir egisi yo'q ahvolda u so'zni qimmat qarashi emas, qimmat qarash deb olsa, Uyg'ur grammatikasiga texmi uyg'un keladiganligini ko'rsatib berdi. Yana bir qancha do'stlarim qimmat qarashning o'rniga qimmat yoki qadr degan so'zni ishlatishni taklif qildi. Yana bir do'stim menga burun Şinjan madaniyati jurnalida bu so'zning o'rniga qadriyat degan atalg'u ishlatilib beqilganligini deb berdi. Oldingi maqolam bilan o'xshash bo'lsin uchun men mazkur yozmamda qimmat qarash so'zini ishiltayverdim. Ammo o'qirmanlarni yuqoridagi ahvol va takliflardan xabardor qilib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Men bu yerda yuqoridagi takliflarni bergan barliq do'stlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Londondagi Aziz Aysa Alkun inimiz qimmat qarash masalasi haqida menga tövəndəki təklifni berdi. Qimmat qarash bu haqiqatanmı dairəsi və öz içigə aladigan məzmunları keng bir uqum. O hər bir millət və cəmiyyətdə, hər bir oxşamagan cəmiyyət tüzümlərdə fərqliq boludu. Siz degəndək Uyğurlar 2017 yıldan keyinki milliy mavjudlik ko'rishi davrdagi yangi bir qimmat qarashga ega bo'lishi yoki shundoq bir qimmat qarashni turg'izish kerak. Marhum madaniyatshunos olimimiz Abdushukur Mamat Emin bu haqda bir qancha kitob yozibmi tugatalmagan. Uyg'urlarning madaniyat va dunyo qarashlari, Uyg'ur falsafasi, Uyg'urlarning 2017 yildan keyingi Xitoy qirg'inchiligi davrida Uyg'ur jamiyati realligi aks ettirilgan Uyg'ur qimmat qarashini turg'izishda muhim manbalik rolni o'ynaydi. Buning uchun barliq Uyg'ur ziyolilari o'ylanishi va qalam tavritishi zarur. Aziz Aysa Alkun inimiz ziyolilarning texmi cho'nqurlab izdinish uchun Abdushukur Mamat Emin ustozning tövəndəki kitobi. Bu yerda berilgani PDF nusxasining
tor adresini tavsiya qildi. Mən imkaniyeti bar ziyali qarindoshlarni oldingi yozmamda tavsiya qilgan 4 davrdagi Uyg'ur qimmat qarashlari haqida izlanib, chet eldagi Uyg'urlarning buningdan keyin to'g'ri yashashiga yordami bo'ladigan yangi qimmat qarashlarni tavsiya qilishga chaqiraman. 2019 yil 1 oyning 1 kuni.